Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Farg'ona shahar asl uy-joy jamoasi barchalaringni kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklagan holatda sizlarga hayitli sifatida chiroyli yangiliklarni obzorini ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, bilasizlar, Sergey Pazbek va uning jamoasi sizlarga eng yaxshilarini ilinishga harakat qilamiz. Qarang, hayitga yaqin Hayit bayrami arafasida 1 emas, 2 emas, 3 ta xonadonimiz do'stlar sotilibdi. Shuni sotilganligi haqida sizlarga ma'lumotlarni berib o'tsam. Birinchi 2 ta kvartiramiz sotilibdi va bitta hovlimiz sotilibdi. 2 ta kvartiramiz Farg'ona shahar Zakanal hududidan sotilgan. Bittasi 3 xonali, bittasi 2 xonali va bitta hovli uyimiz Farg'ona shahar Yormozor Sharshara MFY Terekzor ko'chasida, eslaringda bo'lsa, 8 sotiq 5 xonali hovlini sotuvga qo'ygandik. Ushbu hovli uyimiz ham egasini topdi. Endi juda ham ko'p insonlarda savol tug'ilishi mumkin. Zakanalda qaysi joylar edi degan insonlarga, Zakanalda shundoqqina Sadaf to'yxonasining oldida joylashgan 4 qavatli g'ishtli domda 2-qavatdan 3 xona 4 xona qilingan 6 metr verandaga ega bo'lgan kvartiramiz ham sotildi. Undan keyingi sotilgan kvartiramiz Farg'ona shahar Zakanal shundoqqina 4 qavatli domda 4-qavatdan 2 xona 19500 ga kvartira qo'ygandik. U kvartiramiz ham Farg'ona shahar asl uy-joy savdo orqali sotildi. Mana nima demoqchiman, hurmatli obunachilarim, asl uy-joy jamoasi natija uchun ishlaydi va shunga qarab turib xaridorlarga qo'ldan kelgancha chiroyli, sifatli va eng asosiysi cho'ntaybob xonadonlarda obzorlarini taqdim qilib boryapmiz. Faqatgina siz kanalga obuna bo'ling, videoga like tugmasini bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qo'yishni unutmang. Aytgancha, kanalga qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, sababi bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Aytib o'tganimdek, 3 ta xonadon o'z egasini topdi Hayit bayrami arafasida. Bittasi Farg'ona shahar Yormozor Sharshara MFY Terekzor ko'chasida bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi Farg'ona shahar Zakanal hududi Sadaf to'yxonasini shundoqqina oldida edi va uchinchisi ham Farg'ona shahar Zakanal ATS yaqinida. Qo'ldan kelgancha siz aziz obunachilarimizga ushbu xonadonlarda pastga mana videolarni qo'yib qo'yapmiz, bemalol ko'ring va siz ham agar shunaqangi xonadonlar xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki-da havas qilgan bo'lsangiz, izohlarda inshaalloh so'zini yozib ketishni unutmang va ushbu videoni uy sotmoqchi, uy olmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga, tanishingizga maksimal darajada jo'natib qo'ying. E'lonlar uchun telefon raqamlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11. Doimgidek Farg'ona shahridan o'sha Sergey Pazbekman. Bemalol fikrlaring bo'lsa bizga murojaat qiling. Agar sizni sotiladigan xonadon yoki xonadon sotmoqchi bo'lsangiz ham bemalol ushbu raqamlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Yana bir karra sotgan insonlarga barakasini bersin, olgan insonlar ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazsin. Sizu bizga ham shunaqangi fayzli hududlardan ajoyib xonadonlar nasib qilsin. Keyingi videogacha xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.